Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana bugungi videomiz xudo xolasa Lacetti 1.8 ni avtomat korobkasi hisoblanadi. Mana buni ochib maydalab olganmiz. Bundagi muammo zadniga tushmay qolgan. Xo'p, mana friksionlari ko'rib turibsizlar. Mana zadirib ketgan to'la. Даже mana paketda friksionni orqa tomoni umuman tutab qolmagan. Hop, keyin mana o'sha S paketda suradigan uplotnitelning shaybasi ham sinib ketgan. Bu shaybaning vazifasi deformatsiyani taqsimlab olish. Xo'p, gidroblokda udar bo'lgan, gidroblokda udar bo'ladi. Udar bo'lib turib, soqqalari ham bir dona soqqasi qolgan, to'rtta soqqasi bo'ladi. Xo'p, bu korobkadagi asosiy muammo yog' vaqtida alishmagan bir, ikkinchisi granatalar alishganda boshqa bo'lganda yog'lari oqib turib dalivka qilinmagan. Shuni hisobiga 2,5 litr yog' chiqdi-da. Keyin peregrev bo'lgan korobkada, shuni hisobiga friksionlar yevorgan, gidroblokka udar bo'lgan. Shu endi hisob-kitob qilganimizda korobkani hozir ochdik. Yoki remont yoki zamena qilamiz.